iltimos shu duhi haqida to'liq gapirib bering deydiganlar uchun, nomini ham to'liq ayting deganlar uchun, duhimizning nomi Pur-tu-zur va buni ikki xili bor. Bittasi mana shunaqa kaptarli, ustida ikkita kaptar bor, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, qopqoq mana shunaqa ikkita kaptarli. Va bu duhimizni aytganimdek hech qanaqa kayfiyat talamaydi va ko'rgandirsizlar, o'sha postimda minglab, millionlab ayollarni qalbidan joy olgan parfyumimizdan bittasi. Bittasi u parfyum bo'lib turib, uni ifori 2 kun davomida turadi. Buni ifori sizga 1 hafta davomida sizdan ketmaydi. Va dizayni ko'rinishi ham mana bunaqa ko'rinishda. Uni idishi sal kichkinaroq, lekin grammi bir xil. Buni idishi dizayni mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va buni shunaqa parfyumerni gildilar dushi ham bor. Buni olgan ayollarimiz menga minnatdorchilik bildirishdi, rahmatlar aytishdi. Chunki aytmanku, har qanday nozik didli ayollarga ham tushib ketadigan duhimizdan bittasi. Xohlagan, yaxshi ko'rgan insonlarga sovg'a qilsanglar ham juda ham xursand bo'lishadi.